Mening qo'limda ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan va biz bolalarga ko'proq ulashadigan shirinliklar. Ammo so'nggi vaqtlarda ba'zi jinoiy guruhlar orasida aynan yaltiroq konfet qog'ozlari orasiga og'ularni solib maktab bolalarga ulashilayotgani haqida eshitganmisiz? Uqubat solib boshlariga shayton sozini chalar. Cho'milar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar. Uqubat solib boshlariga shayton sozini chalar. Cho'milar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar. Dardlari pul kimsalar. Hech qachon rost so'zlamas, ezgulikni ko'zlamas, yurt sha'nini o'ylamas, nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar. Uqubat solib boshlariga shayton sozini chalar. Cho'milar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar.